7 yoshga to'lib, men juda ham muhim narsalarni tushundim. 47 yosham, bu juda ham katta tajriba men uchun. Birinchi tushungan narsam, doimiy tarzda sog'lig'ingiz haqida o'zingiz qayg'urishingiz kerak ekan. Chunki siz kasal bo'lsangiz, siz hech kimga kerak emas ekansiz. Hattoki yaqinlaringizga ham. Shuning uchun birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'urishingiz kerak. Ikkinchisi bu pul. Pul bu bilasizlar erkinlik. Pul bu sizni bexavotirligingiz. Pul topishni o'rganishingiz kerak ekan. Agar pul topishni o'rganmasangiz, unda erkinlik haqida umuman o'ylamasangiz bo'ladi. Pulni qanaqa topish bu oson. Bu degani siz xato qilasiz, yana o'sasiz, tajriba olasiz, xato qilasiz, yana o'sasiz, tajriba olasiz. Muhimi to'xtab qolishingiz kerak emas. Ana o'shanda pul keyin osonlik bilan kelish boshlaydi. Hamma yaxshi ko'radigan gap-ku bu. Uchinchisi o'zingizga bergan va'dalaringizda turish. Chunki mana ichingizdagi kichkina bolacha xafa bo'lsa, uni hech kim, sizdan boshqa hech kim ko'nglini ola olmaydi. O'zingizning chegaralaringizni bilganingizdagina siz o'zingizni himoyachingizga aylanasiz. Ana o'sha paytda hech kimdan himoya kutmaysiz, hattoki yaqinlaringizdan ham. To'rtinchisi bu hamma yaxshi ko'radigan narsa. Orzu qilishdan, maqsad qo'yishdan hech qachon to'xtamang. Sizni ichingizda o'sha kichkina bolachangizni xafa qiladigan yana ko'p odamchalar bor. Yana ko'p odamlar bor. Sizni fikringizni zaharlaydi, hayotingizni zaharlashadi, ichingizda gapirishadi. Bu siz ong yostingizdagi programmalar bo'ladi. U sizni yeyishni boshlaydi. Mana shu kichkina bola kichkinalashib ichingizda xafa bo'lib o'tiraveradi. Hech qachon orzularingizga, maqsadlaringizga xiyonat qilishingiz kerak emas ekan. O'zingizni yaxshi ko'rishingiz, qadrlashingiz, hurmat qilishingiz juda ham muhim ekan. Ana o'shanda inson o'zimni his qilaman, baxtliman, erkinman, har taraflama sog'liq, pul, mehr, e'tibor degan tarzda yashashni boshlar ekan. Men 47 yoshimda mana shu narsalarni ko'rdim. Hayotimda juda ko'p narsa ko'rganman. Sizcha, siz mana shu yoshingizgacha nimalarni o'rgandingiz?